Salom aziz o'quvchilar, bugun siz bilan rus tilida erkin gapirish mavzusida gaplashamiz. Bu mavzuni yoritish uchun men ikkita o'quvchimni bugun sizlarga misol sifatida ko'rsataman. Ko'pchilik yillar davomida rus tilini o'rganishadi, yillar o'tsa ham, lekin ular bemalol rus tilida gapira olishmaydi. Birinchi misol bu mening o'quvchim Aziz. Aziz 2 yildan beri rus tilini o'rganadi, lekin shunga qaramasdan hali ham rus tilida gapirsa xato qiladi va bundan uyaladi. Keling, Aziz qiladigan asosiy 4 xatoni ko'rib chiqamiz. Keyin esa men sizlarga bu xatolarni qanday qilib to'g'rilash kerakligini aytaman. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchidan, Aziz juda ham ko'p tinglaydi. U rus tilida videolar tomosha qiladi, qo'shiqlar eshitadi, blogerlarni tinglaydi. Bu uni eshitish qobiliyatini rivojlantirishiga yordam bergan. Lekin rus tilida to'g'ri gapirish uchun bu yordam bermaydi. Siz eshitgan narsalaringizni albatta takrorlashingiz, ovozingizni chiqarib gapirishingiz kerak. Ikkinchi xato bu Aziz grammatikani yaxshi ko'rishi. U grammatikani juda ham yaxshi biladi. Daftariga barcha qoidalarni yozgan va grammatik qoidalarini yodlab olgan. Lekin unda amaliyot yo'qligi uchun u gapirganda bu grammatikalardan to'g'ri foydalana olmaydi. Uchinchi va eng katta muammolardan biri Aziz o'zbekcha o'ylaydi. Misol uchun kimdir kelib unga ruscha savol beradigan bo'lsa, u birinchi savolning javobini o'zbek tilida tayyorlab oladi. Keyin esa uni miyasida o'zbek tilidan rus tiliga tarjima qiladi. Bu usul kimdadir ishlashi mumkin, lekin bu juda ham sekin. Siz savolning javobini birinchi qidirishingiz kerak, topganingizdan keyin uni o'zbek tilida aytishingiz kerak, keyin esa buni bittama-bitta rus tiliga tarjima qilishingiz kerak. Bunday jarayonda sizni vaqtingiz ko'p ketadi, fikringiz ham tarqab ketishi mumkin hamda siz grammatik xatolar qilishingiz mumkin. To'rtinchisi esa Aziz juda ham ko'p uyaladi. U xato qilishdan qo'rqadi. Xato qilsamchi, so'zni noto'g'ri talaffuz qilsamchi deb o'ylab uyaladi va bu uyat uni to'xtatadi. Gapirishdan oldin u qattiq hayajonni his qiladi va eng katta yana bitta xatosi, u o'zini har doim boshqalar bilan solishtiradi. Bu rus tilini tez o'rganibdi, bu rus tilida juda ham yaxshi gapiradi. Men hech qachon bunaqa tez gapira olmayman, bunaqa yaxshi natijaga erisha olmayman deb boshqalar bilan o'zini solishtiradi va bu uni tushkunlikka tushiradi. Tushkunlikka tushgan odam esa tilga bo'lgan qiziqishi ham kamayishi mumkin. Bunday vaziyatda Azizni sezganimdan keyin bu muammolarni barchasini sezdim va Aziz bilan suhbat davomida u ham bu haqida gapirdi va men unga maslahatlar berdim. Hozir shu maslahatlar bilan bo'lishamiz. Birinchisi, bu 1 oy davomida o'zingizni oldingizga maqsad qo'yishingiz kerak va har kuni 10 daqiqadan rus tilida gapirishga harakat qilishingiz kerak. Ikkinchisi, bu o'zbekcha o'ylab, keyin fikringizni rus tiliga tarjima qilishni to'xtatishingiz kerak. Ha, boshida bu qiyin bo'ladi va siz juda ham katta va chiroyli gapingizni rus tilida ayta olmasligingiz mumkin. Shuning uchun ham fikringizni ifodalayotganda oddiy so'zlardan, oddiy iboralardan va kichkina gaplardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Birinchi oddiy gaplardan foydalanamiz, so'z boyligimiz oshadi va bizning gaplarimiz murakkabroq va qiziqroq bo'lishni boshlaydi va bu yerda biz kichik qadamlardan foydalanishimiz kerak. Uchinchisi, bu xato qilishdan qo'rqmaslik. Xatoni o'zingizga instrument, o'zingizning do'stingiz deb o'ylashingiz kerak bo'ladi. Chunki yangi narsa o'rganayotgan har bitta inson xato qiladi. Shuning uchun bunga normal holatdek qarashingiz kerak. To'rtinchisi, bu o'zimizni hech kim bilan solishtirishimiz kerak emas. Chunki har bitta insonning o'ziga yarasha qobiliyatlari va o'zining tezligi bor. Siz ham rus tilini o'rganishingiz mumkin, lekin boshqalardan sekinroq yoki bo'lmasam tezroq, chunki siz boshqa odamsiz va sizning o'zingizning qobiliyatlaringiz bor. Shuning uchun uyalmaymiz va o'zimizni boshqalar bilan solishtirmaymiz. Endi siz bilan o'quvchim Farangiz haqida gaplashamiz. Farangiz 3 oy davomida rus tilini o'rgangan va juda ham yaxshi natijalarga erishdi. Hozir siz bilan Farangiz ishlatgan texnikalar va Aziz qilgan xatolarni birma-ketin solishtiramiz va kimni yo'li yaxshiroqligini aniqlaymiz. Farangizning birinchi odati bu u har kuni rus tilida gapirishga harakat qiladi. 5 daqiqa bo'lsa ham rus tilida gapiradi va gapirayotganini videoga oladi. Videoga olayotganda u hayajonni boshqarishni o'rganadi, chunki uni kimdir kuzatib turgandek tuyuladi. Lekin bu videolarni hech kimga ko'rsatish shart emas, bo'lishish ham shart emas. Shunchaki o'zingiz uchun video olishingiz va keyin esa o'zingizning javoblaringizni eshitib, xatolaringizni to'g'rilashingiz mumkin. Ikkinchisi, Farangiz ham Aziz kabi grammatikani o'rganadi, lekin u bunga ozgina boshqacha qaraydi. U grammatik mavzuni o'rganganidan keyin bu mavzuni albatta mustahkamlashga, uni amaliyotda ishlatishga harakat qiladi. 3 ta 4 ta gap
tuzadi va o'zi o'rgangan grammatikani albatta bu gaplarda mashq qiladi. Bu esa olgan bilimlarini amaliyotda ishlatishiga va fikrlashini tezlashishiga yordam beradi. Uchinchi odat esa Farangiz rus tilida o'ylashga harakat qiladi. Buning uchun u kichkina gaplarni rus tilida aytishga harakat qiladi va uydagi barcha narsalarning ruscha nomini biladi va ular haqida gapirayotganda, nimanidir olib berayotganda u albatta o'sha so'zlarni rus tilida ishlatishga harakat qiladi va o'zini atrofida rus tilidagi muhitni yaratgan. Bu esa unga kichkina gaplardan foydalanib bo'lsa ham rus tilida fikrini bayon qilishga yordam beradi. Bu esa nutqni tezroq rivojlantiradi va sizning gapirgan gaplaringiz tabiiyroq eshitiladi. Farangiz o'rganayotganda bitta sistemaga tushib, sistemadan foydalanib o'rganadi. Ya'ni uni rejasi bor va u A nuqtadan B nuqtaga qanday borishni biladi. Rus tilini o'rganayotganda bu ham juda ham muhim. Eng muhimi esa Farangizning o'zining sistemasi bor. U har kuni kun davomida albatta rus tili bilan shug'ullanadi. Hafta davomida u yangi matnlar o'qiydi, yangi so'zlar o'rganadi, gaplar tuzadi, suhbatlar qiladi, dialoglar eshitadi. Ya'ni u kun davomida haftada har kuni yangi mashqlar bajaradi va bu undan to'xtamaydi. Chunki siz agar bironta tilni o'rganayotgan bo'lsangiz, sizda ham albatta reja, sistema bo'lishi kerak va sizda albatta intizom bo'lishi kerak. Siz oldingizga qo'ygan maqsadga 3 oyda erishmoqchi bo'lsangiz, demak siz 3 oy ichida zo'r berib harakat qilishingiz kerak. Ko'pchilik o'ylaydi, u tez va yaxshi gapiradi, demak unda tillarga nisbatan iqtidor bor. Uni omadi kelgan yoki uni miyasi boshqacha ishlaydi deb. Aslida unday emas. Har bitta tilni o'rganishni xohlaydigan inson tilni o'rganishi mumkin. Lekin u insonni o'ziga mos keladigan to'g'ri yo'lni tanlashi kerak. Hozir biz Aziz va Farangiz misolida buni ko'rdik. Kimdir yillar davomida tilni o'rgana olmasligi, tilda yaxshi gapira olmasligi mumkin. Kimdir esa to'g'ri sistema, to'g'ri metodika tanlab, yaxshi natijalarga oz muddatda yetishishi mumkin. Shuning uchun hammasi sizning o'zingizning qo'lingizda. Siz xohlasangiz Aziz kabi yillar davomida tilni o'rganishingiz, grammatikani yaxshi bilishingiz mumkin. Lekin sizda sistema noto'g'ri bo'lsa, siz yaxshi natijaga erisha olmaysiz. Agar siz ham Farangizga o'xshab 3 oy davomida rus tilini o'rganib juda ham yaxshi natijaga erishishni xohlasangiz, bunday sistema va bunday metodikalar ishlatilgan kurs mavjud. Rus tilini Prep.uz bilan birga o'rganishni xohlasangiz, video ostida biz havola qoldirdik. Havola orqali ro'yxatdan o'ting va biz bilan birga rus tilini tez va samarali o'rganing.